3 adam 2003'dan maaşını ayda bütün Şinjan'ın ayınlıp işkere görüp iyilik tilgini bulamdı bulmamdı. Ondan sonra nazaranlar bizde olsun. Biz şunu amalga oshirmoqchi bo'lgan yigitlar. Shundan bir sahardan da mana safarimizning 2-kunimi boshlanib ketdi. Tamoq yeyotganman yo'g'on badallik akam tanishtirdi. Bu o'zimning nilqiliq aksi hozir G'o'ljida remontxona ochdi. Oqshom mushning qishiga tushdik. Bizni nihoyat yaxshi kutib oldi. Garchi o'z yurtimizdan ayrilib chiqqan bo'lsam, biroq mushta akalarimizning bog'liqidan ishlarimiz yo'lida iz-izida ketib bordi. Mushta akalarimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Mana G'o'lja kelgandan keyin birinchi keldi qo'yib, bizni hech qanday saqlatmay mashinalarimizning oldidan ichib, butun texnikasini chiqarib, mashinlarni bir-bir tekshirib, sababini tepib, uning dori berib, davolash qilib tushib ketdi. Canım her qanday saqin bir ish bo'lib qolsa, telefon qilsam men odam o'rlashtirib qilib bermasa qilib. Ulardan xotirjam bo'l. Qara? Qanday yo'lga bosam? Qanday bosam Sinjanni tonish chiqadi. Ulardan xotirjam bo'l. Qara? Bizdek yoshlar iglik tiklaymiz ekan deb safarga chiqsak, zot atrofimizda amashda bizni qo'llaydigan akalarimiz, urug' tuqqanlarimiz, qarindoshlarimiz uzilmaydi ekan. Mana akamiz bo'lsa, G'o'ljidagi danglik to'g'chika, mushma bizning ish izlarimizni anglab, ataydan bizning toklarimiz bir-bir tekshirib, mashinamizning tok yo'ldagi andishlarni pak-pakkiz yo'qitib berdi. Ham shundaqla safarimizga oq yo'llarni tilab, madadlarni berganmi bo'ldi. Rahmat bak, rahmat adash. Shu aylıkta ben mesela gazvaki ayağında gaz çıktı lekin Ha. Ha bizniki Şinjan'ınki gaznınki joylaydigan og'zi bilan falanlar. Ha. Şinjan'ın Bu telefon nayet o'yilmagan kelib qoldi. Nima deganda, janubdagi bir qirinishimiz bizning filmimizni ko'rgandan keyin bizga ataydan telefon qilib, o'zining mashtan safarga chiqqandagi o'tgan tajribalarini bir-bir so'zlab berdi. Bundan ko'nglimiz bek suyundi. Mashtan qarindoshlarimizning yordamlari bilan bizning safarimiz teg'imi o'ng'ishli qilib davomlashiga o'xshaydi. Turmushimizdan nurg'ulg'an mehr-muhabbatlar bo'ldi-ki, yana mushu akamizni ko'rdinglar. Ma bo'lsa Absamatkamninki yaqin og'ayinizga bizning ish izlarimizni Samatkamdan anglab ataydan bizni chaqirib, mashinamizning chaqlarini butunlay haqsiz holda almashtirib berdi. Biz yordam qilib chaqlarimizni almashtirib berdi. Voy qayimdagidek yurgan qar. Aql bo'lsin deb. Shalongir bo'lsin. Bu akalarimizning bizga degan eng jiq gap bo'lsa, inilarim tavakkulsiz bir ish amalga oshmaydi. Sen futuq qazdamasan, cho'qim tavakkul qilishing kerak deb bizning qilgan ishlarimizni to'g'ri ko'rib, bizga cho'ng bir ishonchni berdi. Unda olsa bolalar mush oq ko'ngil akalarimizning do'konlarining o'rinlarini sizlarga bir-bir deb beradi. Bularning texnik jihatdan bo'lsin, odamgarchilik jihatdan bo'lsin, nihoyat ishonchlik. Bu Abdusamat degan akamning do'konining o'rni bo'lsa, 10 uy ko'chasining ichiga 200 metr meyib yo'lning o'ng qo'l tarafida yana Chishang Yuanninki, Shaochuninki udilda. Chaqchaqimizning do'koni bo'lsa, Huaguoshandagi 32-boshlang'ichning yinida. Bu ko'rinish bo'lsa, asli Tilgandagi filmda bo'ladi. Bu bo'lsa meni uydagilarim bo'ldi. Mushqetlik safarimda nihoyat cho'ng meni madatlab qo'llagan kishidan birisi. Sana rahmat. Unda bo'lsa uylarga yaxshi qarg'in. Amanchilik bo'lsa kelganni ko'rishaylik. Unda bo'lsa qarindoshlarim bugundan boshlab Urumchiga qarab yo'l olib ketdi. Yankashdan boshlab jiborimiz davomlashadi. Unda bo'lsa bizni qatilish unutib qolmanglar. Biz safardagi har xil ko'ngilli kishilarni sizlar bilan tamom bekarmon bo'lamiz. Ya'ni yaxshi narsalarimizni badiq sotadigan, cho'qim qatib olinglar bolalar. Yurak berib saqlab olinglar.